keng hovli topib qo'ydim do'stlar. Dokumentlaridan umuman muammo yo'q. Даже do'stlar, burchakda kameram qo'yib qo'yishgan ekan. Batafsilni ko'rsatib o'taman do'stlar. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana hovlimiz kenggina. Bu yerda birinchi uyimiz, bu tarafda ikkinchi uyimiz ekan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Umumiy maydoni qaytarib o'taman. 13 sotikdan iborat 10 xona bo'lyapti. Uyimizda xonalari, bu yerimizda do'stlar, birinchi uyimizda xonalari ko'rishingiz mumkin. Mana kenggina. Batafsil rasmlarini bizga Instagramdan yo Telegramdan yozsalaringiz, обязательно tashab o'tamiz. Bu yerda mana do'stlar, ayvon deyiladimi, so'ri deyiladimi, shunaqa. Bu yerimizda do'stlar, ikkinchi uyimizda mana kiraverish zonasi bo'ladi. Bu yerda ham batafsil rasmlarini bizga aloqaga chiqsalaringiz, shaxsan o'zimiz tashab beramiz. Bu yerimizda mana garajimiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Tepada sal restavratsiya qiladigan joyi bor. Bu yerimizda mana uyimizning orqa tarafi ko'rishingiz mumkin. Uzumlarimiz ham bor, gilos daraxtlari ham bor ekan do'stlar. Uyning orqasida ham katta zona bor. Sal yaqin uborka qilib ko'radigan joy do'stlar. Bu yerimizda mana do'stlar hojatxona, даже baseynigacha bor ekan. Xullas, batafsil narxni bilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Narxi bo'yicha обязательно kelishlar ekan. Obuna bo'lib, like bosib bizni kuzatishda davom etamiz. Reklama bo'yicha ham pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz.